surunkali kasalligi bor bemorlar bo'lishi mumkin. Siydik yo'li, buyuragida surunkali kasallik, surunkali buyrak yetishmovchiliklari, siydik yo'llari shamollashi, siydik qopi, sistit deydi, siydik tutolmaslik yoki siydik chiqara olmaslik kasalligi. Sal bir yo'talgandan ham pishib chiqib qoladi. Shunday shumallab ketgan vaqtda bo'ladi, ya'ni yallig'lanish. O'shalar yaxshi bo'ladi. O'pkada surunkali yo'tal kasalliklar, bronxitlar, pnevmoniyalar bular yaxshi bo'ladi. Jigar barcha kasalliklar, sirozdan tashqari barcha kasalliklar yengillashib qoladi. Bundan tashqari oshqozon ichak trakti yo'llari kasalliklar, surunkali pankreatit, oshqozon osti bezidagi kasallik ketadi. O't qobida yallig'lanish kasalliklari ketadi. Xullas qo'yincha organizmda surunkali kasallik ketish davri boshlanadi. Ochlik bilan davolanish, ya'ni ovqat yedirmasdan tabiiy giyohlardan tayyorlangan damlama, sharbat, malham ichirilib, bir kunda bir marta klizma qilinib, bemorlarni davolayapmiz. Davolash jarayoni 15 sutkadan 25 sutkagacha davom etadi. Ichiriladigan tabiiy suyuqlarni qilayotgan vazifalar birinchi o'rinda odam organizmida ochlik hissi bo'lmaydi, to'q saqlaydi. Ikkinchi qilayotgan ishi ichaklarni, axlatlardan tozalaydi. Keyinchalik axlat toshlaridan va gijjalardan tozalaydi. Keyin o't va jigar yo'llariga o'tib, jigardagi, ya'ni o't qopidagi toshlar, shlaklar tozalanadi. Shlak nima? Shlaklar bu o't yo'llarining dimlanishidan hosil bo'ladigan o't devoriga yopishib, o't suyuqligining quyi qismi yopishib qoladi. O'sha narsa shlak hisoblanadi. Toshlar esa xolesterin, bilirubinli va kalsiyli toshlar yillar davomida dimlanishdan cho'kma hosil bo'lishidan, cho'kmalar quyuqlash asta-sekinlik bilan tuzga, tuzdan qumga, qumdan toshga aylanadi. Ular bir xil adnorodni, ya'ni bir xil jinsda bo'lmaydi. Uchalasi aralashib, joylashib katta toshqinlar hosil qiladi. Toshlar erish jarayoniga ta'sir qiladi. Buyrakdagi toshlarni eritib tushiradi, qonni suyultiradi, qon tomiridagi xolesterinlarni eritib chiqaradi. Organizmdagi barcha zaharli toksinlar, allergenlardan tozalaydi. Immunitetni ko'taradi, organizmda barcha surunkali kasalliklarni yallig'lanish prosesini yaxshilab beradi. Xullas, organizmda yod bo'lgan kistalar, o'smalar, ya'ni miomalar, xavfsiz o'smalarni so'rilishini ta'minlaydi. Ochlik bilan davolash jarayoni boshlanganda bemorda kechadigan holatlar, nima o'zgarishlar bo'ladi? Dori va suyuqlar ichirib boshlaganimizdan keyin birinchi sutkada bemorda ichi ketib boshlaydi. Bir kunda 4-5 martagacha ichi suvda ketadi. Yuqumli kasalliklarda uchraydigan qorinda og'riq, axlatga borganda ishdagi og'riqlar, temperatura qilish, vohaslik, ko'ngillanish, qusish belgilari bo'lmaydi. Faqat tualetga borganda, hojatga borganda odamning ichi suvday suyuqlik bilan keladi. Xo'sh, birinchi sutkadan 3-sutkacha bo'lgan davrda ichakdagi barcha axlatlar chiqish bilan birgalikda ichakdagi axlat toshlari chiqib boshlaydi. Ya'ni ichagimiz, mana bu oshqozon desak, mana bu jigar, o't qopi, oshqozon osti bezi. Oshqozonda ham, ichaklarda ham axlat toshlari bo'ladi. Bu toshlar qanday hosil bo'ladi? Noto'g'ri ovqatlanganda yaxshi chaynalmagan ovqat bo'laklari toshga aylanib qoladi. Ular yillar davomida asta-sekinlik qotib tosh bo'ladi. Uni rangi yashil, qoramtir rangda, har xil rangda bo'lishi mumkin. Hajmi ham, kattaligi ham har xil bo'ladi. Axlat toshlar chiqib boshlagandan keyin gijjalar chiqib boshlaydi. 3 sutkada ichak to'lig'icha toza bo'lib turib, faqat ichak devorida shlaklar qoladi. 4-sutkadan 6-sutkagacha bo'lgan davrda o't qopi va o't ichida, jigar ichida joylashgan o't yo'llari, mana bu o't yo'llari deb hisoblasak, mana shunday yig'ilib kelib turib o't suyuqligi chiqishi kerak. O'sha o't yo'llaridagi shlaklar, o't qopidagi toshlar, bunday toshlar bo'lsa, o'sha toshlar chiqib boshlaydi va oshqozon osti bezini devorida hosil bo'lgan shlaklar ham chiqib boshlaydi. O't qopidagi toshlar 3 xil bo'ladi. Xolesterinli, bilirubinli va kalsiyli toshlar bo'ladi. Bular nima uchun kerak bizga? Xolesterin bilan bilirubinli toshlar yumshoq bo'ladi, erishi juda tez bo'ladi. Beradigan ichadigan dori va suyuqlar bularni tezroq eritib, tezroq chiqarib boshlaydi. O'sha 4-sutka, 5-sutkadan jigardagi toshni ancha qismi chiqib boshlaydi. Kalsiyli og'ir, ya'ni qattiq toshlar esa saqlanib qoladi, keyinchalik tushadi. Bunga keyin to'xtalib o'tamiz. Keyin jigarga o'tadi, jigar yo'llari toza bo'ladi. Odam o'sha jigar yo'li toza bo'lguncha 6-sutkaga boradi. O'sha 6-sutkagacha mana shu ichkarida tushayotgan shlaklar, toshlar juda zaharli bo'lgani uchun o'z o'rnidan qo'zg'alib chiqayotgan paytida organizmga zahri so'rilgandan
bemorda ko'ngillanish, qayd qilish holatlari, terisidan qulansa hid, og'zidan qulansa hid kelish holatlari bo'ladi. Chiqqan axlat juda qoramtir, yashirangda bu hidi juda o'tkir hidli bu, o'ta zaharli bo'ladi. Shular chiqqandan keyin odam yengil tortadi. Jigar toza bo'lgandan keyin tozalash jarayoni buyrakka o'tadi. Buyrakdagi qondan siydikni ajratib oladigan filtr qismidagi zaharlar, ya'ni toksinlar, allergenlar so'rib chiqib boshlagandan keyin siydik yo'llari bilan chiqib ketadi. Chiqib ketayotganda siydik yo'llarda siydikning muhiti kislotadan ishqoriy muhitga o'tadi. Keyin bu yerdagi toshlar erib boshlaydi va tushishga ketadi. Tushib boshlaydi. Bu 7-sutka amalga oshirib, 7-6-sutkada siydik qopida o'zi qilib ko'rganda toshlar erib tushayotgan mayda tosh bo'lakchalari yoki siydikda yig'ib ko'rganda siydik tagiga loyqa bo'lib turib, oppoq yoki yashil rangda cho'kmalar tushishi bilan namoyon bo'ladi. Xo'p, buyrak toza bo'lish bilan bir vaqtda organizmda qon ham suyulish jarayoni davom etayotgan bo'ladi. Qon suyulish jarayoni 9-10-sutkalarda qon suyuq holatga keladi. Suyulish jarayoni o'zi 4-sutkadan boshlanadi, 9-10-sutkaga normaga keladi. Odamdagi qo'l uyushishlar, lanjliklar, lohasizlar ketadi. Demak, qon aylanishi yaxshilangandan davlenish tushadi, yuraklar ochiladi, odam yengil bo'lib qoladi. Undan keyin qon suyulib bo'lgandan keyin immunitet ko'tariladi. Ya'ni 11-12-sutkalarda odamning organizmida jigar o'z vazifasidan yengillashib dam olayotgan paytida, ya'ni ichakdagi axlatlar jigarga zahrini kelmaydi, ovqat kelmaydi. Ular kelmagandan keyin o'sha qilayotgan vazifasini o'rniga qonni filtrdan o'tkirib ham suyultiradi, ham uni ichidagi zaharli toksinlar zararsizlantirib buyrakka beradi. Buyrak orqali chiqib ketaveradi. Ketavergandan keyin jigarda ishi borgan sari yengillashgandan keyin immunitetni ko'tarib beradi. Agar qoni kam kasallar bo'lsa, qonni ko'paytirib beradi. Bu ichadigan suyuqlar tarkibida vitaminlardan tayyorlangan oziqani jigar hazm qilib, organizmga qonni ko'paytirishga va immunitet ko'paytirishga safarbar qiladi. Xo'p, immunitet ko'tarilgandan keyin 13-15-sutka, o'sha 3 kun davomida surunkali kasalligi bor bemorlar bo'lishi mumkin. Siydik yo'li, buyragida surunkali kasallik, surunkali buyrak yetishmovchiliklari, siydik yo'llari shamollashi, siydik qopi, sistitit, siydik tutolmaslik yoki siydik chiqara olmaslik kasalligi, sal bir yo'talganda ham pishib chiqib qoladi. Shunday shumollab ketgan vaqtda bo'ladi, ya'ni yallig'lanish. O'shalar yaxshi bo'ladi. O'pkada surunkali yo'tal kasalliklar, bronxitlar, pnevmoniyalar bular yaxshi bo'ladi. Jigar barcha kasalliklar, sirrozdan tashqari barcha kasalliklar yengillashib qoladi, ayrimlar saqlanib qoladi. Ular qaysilar? Masalan, 10 yil va undan ko'p vaqt bo'lgan, uzoq vaqt lichinasiz yurgan, bu kasallik mana buyrakdagi kasallik yoki o'pkadagi kasallik barchasi birga kelgan immunitet kasallarda 15 sutkadan ham o'tadi. Xo'p, bundan tashqari oshqozon ichak trakti yo'llari kasalliklar, surunkali pankreatit, oshqozon osti bezidagi kasallik ketadi. O't qobida yallig'lanish kasalliklar ketadi. Xullas qo'yincha organizmda surunkali kasallik ketish davri boshlanadi. 15 sutka to'ldi. Semiz odamlarda 1-kundan 15-kungacha bo'lgan davrda kuniga 1 kilogramdan vesini, ya'ni tana vaznini kamayib borishi o'rtacha. Kimgadir 15-16 kilo, kimgadir 13-14 kilo ves yo'qotadi 15 sutkaga kelgan. Bu organizmdagi ortiqcha yog'lar, ortiqcha yig'ilgan zaxira oziqalar, ichakda axlatlar chiqib ketish bilan ves yo'qotiladi. 16-sutkadan esa 25-sutkagacha o'sha semiz odamlarda gormonlari normaga keladi. Oshqozonning 3dan 2 qismi qoladi. 3dan 1 qismi kichiklashib yo'qoladi. Gormonlar, ya'ni hazm qilish gormonlari, organizmda hamma narsani tashkillashtirib beradigan barcha bezlardan ajraladigan gormonlar normallashgandan keyin semizlik kasalligi yo'qoladi. Xo'sh, 16-sutkadan 18-sutkagacha bo'lgan davrda surunkali teri kasalliklar, ya'ni bular qaysilar? Allergik dermatitlar, psoriaz, ekzema, xo'sh, terida uchraydigan vitiligo kasallik, xalq tili bilan aytganda pes kasallik, oqarib qolish, o'pkada uchraydigan bronxial astma kasalliklari yaxshi bo'lishi boshlanadi. Odam sezadi shunda. Teridagi toshmalar qurib asta-sekin tushish jarayoni bo'ladi. Hattoki
to'g'ri o'chakda uchraydigan ich qotishdan yuzaga kelgan gemorroy, ya'ni bobosil kasalligi bilan aziyat chekkanlarda bobosil ya'ni gemorroy kichiklari so'rilib ketadi, kattalar katta hosilada bo'lib chiqib qolganlari qurib tushadi. Agar sizning sog'lig'ingizda mana shunday muammolar bo'lsa, Sherhayot shifo klinikasiga murojaat qiling.